Xo'sh, avvalambor assalomu alaykum. Xullas, Xperimet kontorasi bankda 4 million so'm, boya 3 million so'm oqdi. Xullas 4 million so'mdan boshladim. Men bu kristal hop prama 150 ming so'mdan nimaki bir marta depozitga o'xshamaymi? Ikkinchisida albatta normalniy yutuq berish kerak. O'shanga hop 1 million so'm oshiq bilan deb qildik. 2 sariq o'ynarmikan? Yo'q, ozchi o'ynamada. Xo'sh, kutamiz. Bilan oxirgi bayt yaxshi bermayapti-da shu. 45 ming so'm. Kristal asosan faqat Melbetda berar ekan, lekin borku men o'zim sinab ko'rdim. Yutuq berishi Melbetda kristalda ancha yaxshi ekan, lekin scratch вообще bermas ekan boru. Birotda 5 ham tushgani yo'q lekin. Qazmaydigan foyda ham olmadik. Xullas, mana scratch kart. Bunda boy oq ketganini bu safar berish kerak. 150 ming so'mdan bosaman. Hop, 4 6 4 2 bitta 50 chiqib bersa-ku, bular anchadan beri 50 ushamayman lekin bora. Hop, 4 Xo'sh, orqaga tortishni boshladi yana. Yutqazganman-da, shuning uchun normalni berib yuborish kerak. 20 tashladi, voy bila. Screenshot qilib olmadim, kanalga tashlab qo'yaman dedim, bila o'xshamaydi-da. Xullas 7 million 600 ming so'm. Men bu ATC shundan olib chiqib ketaman. 200 ming so'mdan. Xo'sh, bir koeffitsient. Shu qizil olib tashlash kerak. Tushmasa ham mayli, borki mana bu qizil. Xo'sh. Bular mana bu pushtiga bitta yetmaydi. Xo'sh, kutamiz, baribir berish kerak. Hop, 250 ming so'm. Bunda оборот ko'p bo'ladi, o'shanga qo'rqmasam, men dagon bilan uraman bunda. Xo'sh. Men bu yaxshi o'ynadi, lekin borku chotki 5 koeffitsient bor, 10 koeffitsient o'tmaydi-da. Xo'sh, 0.5 bor. Bo'laveradi, yo'qdan ko'ra yarmini qaytargan yaxshi. Qanaqadir yoqmayapti shu joyda bor. Lekin scratch вообще chotki berdi borku ikkinchi depozitda. Hop, men bu sariq olaylik, agar bersa shu holatda beradi. Mana 5 bor. 10 ni ham berib yuborsa, lekin chotki bo'lib ketardi borku. Shu 10 ni atak 1 yildan beri ushamayman shekilli, faqat 5 ochib ketaman ko'pincha. Men eda berishi mumkin, lekin bor. Voy bila, ko't ishini qildi lekin. 1 koeffitsient. Qizil qolib ketdi-da. Lekin qizil ham to'ldi. Hop, 1 koeffitsient, оборот bor.
Tak. Yashil. Yetmedi lekin. İki koeffitsient bor lekin. Yuragi siqib lekin. Tak 500 ming so'mga olib ko'rdim. Shu holatda bitta 5 ushlasam chiqib ketaman. Tak, mana bu pushtini olaylik-da. Xo'p. Agar kelsa shunda keladi, kelmasa bar kelmasdi. Xo'p. Bitta yashil tepaga. Keldi. Chotki. Mana bu dabavkasi. Xo'p. Bir koeffitsient bor orqasidan. Yashil 10 bo'lib ketsa mana ba'zi paytda bo'lib ketardi-da, xullas 3 million so'm rovna. Yana bitta olaylik, shundan maqsadga yetardik. Tak 2 koeffitsient bor. Xo'sh. Bo'ldi, 425 ming so'm urib ko'raman. Xo'sh, buni oqlaymiz. Tak o'xshamadi, lekin maqsadga yetdi, xullas. Boyiga 3 million, bundaga 4 million, xullas 3 million so'm foyda yetadi, xullas.